Agar siz dinda nimanidir tushunmayotgan bo'lsangiz, ko'proq bilimga ega bo'lganlardan so'rang. Agar javob sizni qoniqtirmasa, ularga javobingiz meni qoniqtirmadi. Men bularni yaxshiroq tushunishim kerak deb ayting. Siz tushunmaganingizni so'rashga shunchaki haqli emas, balki majbursiz. Qachon ummat fikr yuritishdan to'xtasa, qachon ummat tafakkurni meros qoldirishdan to'xtasa, ular ulkan parchalanishga yuz tutishadi. Keyingi avlod ularning ota-onasi musulmon bo'lgani uchungina musulmon bo'ladi. Bu ummat duch kelishi mumkin bo'lgan holatlarning eng yomonidir. Biz shunday davrda yashayapmizki, oilalar alohida yashashadi va bolalar deyarli ota-onasiga qaram emas. Ular institut va universitetlarda o'qishadi, ishga joylashishadi. Umuman olganda ularning o'z hayoti bor. E'tibor bersangiz, bunday vaziyatlarda ota-ona qaysi dinga e'tiqod qilishidan qat'iy nazar, buddaviylik, hindulik, nasroniylik, yahudiylik yoki islom dini, ota-onalar dindorroq bo'lishadi. Farzandlar esa yo'q. Bu kabi farzandlar bolalik paytlarim ota-onam meni har hafta cherkovga olib borishar edi yoki ota-onam meni har hafta jumaga olib borardi. Hozir men ular bilan yashamayapman. Men institutda o'qiyman. Men erkinman. Masjidga borishim shart emas. Bunday qilishimga sabab ham yo'q. Ilgari ota-onam tufayli borardim, deyishmoqda. Bunday farzandlar ta'tilga uyga kelgan paytlari yana jumaga borishlari mumkin. Institutga qaytgach esa yana o'zlarini erkin his qilishadi. Nima uchun bunday bo'lishini bilasizmi? Gap shundaki, biz farzandlarimizni o'zlari islom haqida fikr yuritishlariga o'rgatmaymiz. Ular nima uchun musulmon? Nima uchun ular Allohni o'z robbilari deb tan olishlari kerak? Nimaga ular Qur'onni tan olishlari lozim? Bizning dinimiz shunchaki ergash bo'ldi deyiladigan, ko'r-ko'rona qabul qilib ketaveriladigan din emas, aslo. Ibrohim alayhissalom, "Ey Robbim, menga o'liklarni qanday tiriltirishingni ko'rsat" deb odamlardan emas, Allohning o'zidan so'radi. U zot, "Ishonmadingmi?" dedi. U, "Ore, lekin qalbim xotirjam bo'lishi uchun" dedi. Bu holat Baqara surasining 260-oyatida ham keladi. Alloh Ibrohim alayhissalomni misol qilib, bizni qalbimiz xotirjamlik topgunicha so'rashga o'rgatmoqda. Siz rivojlanishingiz, fikr yuritishingiz kerak va buni farzandlaringizga ham o'rgatmoqingiz lozim. Afsuski, bugungi kunimizda hatto diniy ta'lim ham fikr yuritishga emas, balki faqat suralarni yodlash, to'g'ri tahorat qilishni o'rgatishgagina yo'naltirilgan. Aytganlarni bajar va namozingni vaqtida o'qi bo'ldi, nuqta. Tajviding yaxshi, zo'r. Farzand Qur'onni yod oldi, bo'ldi. Go'yo jannatga chipta uning cho'ntagida. Bola Qur'on o'qiydi, lekin hayoti davomida loaqal bir kun biror oyat ustida bosh qotirmaydi. Bunday bo'lishi mumkin emas axir. U o'qiyapti. Afala taqilun. Aql yuritmaydilarmi? Ammo o'zi aql yuritmayapti. Ko'rdingizmi? Bu bola butun Qur'onni yod oldi. U tarovehda imomlikka o'tib o'qiyapti. Kufr keltirganlar misoli xuddi qichqiriq va sasdan boshqa narsani eshitmaydiganlarga baqirayotganga o'xshaydi. Ular kar, soqov va ko'rdirlar. Ular aql ishlatmaslar. Baqara surasining 171-oyati. U shularni o'qiyapti, lekin hech narsani tushunmayapti. Mana shu bu ummatning haqiqiy falokatidir. Buni tuzatish kerak. Buyuk va qudratli Alloh haqqi. Bizning avlod buni tuzatishi shart. Insonlarni dindan kufr tomon yetaklaydigan omil nima ekanini bilasizmi? Ular men fanga ishonaman, Xudoga ishonmayman deyshadi. Fanda, falsafada siz fikr yuritishingiz talab qilinadi. Balki boshqa dinlar ham bunga o'rgatar. Biz esa dinimizda bunga o'rgatmayapmiz. Aslida bizning dinimiz insonning doimo fikr yuritishiga asoslangandir.